Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun yana bir fayzli xonadonimizda mehmonmiz. Bugungi tug'ilgan kunimiz egasi Fatima onajonimizni sahnamizni to'riga taklif qilamiz. Marhamat. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi. Xushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman. Siz uchun bugun sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Sog'omon bo'linglar, rohatim ko'ringlar, meni ham davrimda bir o'ynab kulinglar. Mehrli ko'zingiz, duoda so'zingiz, siz sabab shu kunga keldi-da o'g'ling. Assalomu alaykum, Fatima onajonim, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Onajon, bugun xonadoningizga safarda yurgan o'g'lingiz Bekzodbek nomidan tashrif buyurdim. Uni mana shunday kichkina arzimas sovg'atini katta sovg'a sifatida qabul qilasiz degan umiddamiz. Ilohim shu o'g'lingizni ham safarlari bexatar bo'lsin, uyingizga to'lib toshib qaytishlik nasib aylasin. Ilohim chiroyli to'ylar qiling, to'yingizda albatta o'zim xizmatda bo'lay. Sizga rahmat, poyi jannatim. Doim omad kelgani uchun cho'ntak to'la pulim bor meni. Onam duo qilgani uchun. Rizqim butun och qolganim yo'q, yo'qchilikka duch kelganim yo'q. Hamma ishim juda zo'r, onam duo qilgani uchun. Ko'rmaysizlar ko'zlarimdanam, yashayotman doim xotirjam. Sindirolmas dushmanlarim ham onam duo qilgani uchun. Yaxshiliklar qilib yuraman, kimligim bilib yuraman, sezgandirsiz kulib yuraman. Onam duo qilgani uchun. Sizga rahmat, poyi jannatim, doim omad bergani uchun. Cho'ntak to'la pulim bor meni. Onam duo qilgani uchun deganlar bu so'zlar, bu tabriklar barchasi siz uchun maxsus, barcha farzandlaringiz tomonidan atalgan. Farzandlaringizga bir chiroyli duolardan berib qo'ying, keyin raqsga tushamiz albatta. Amma sağlamayı Yücəklərinə yetkiysə, Xudayım sənə bilərdirib. Sağlıqlı otur, dədən ilə müanəsiyə. Rahmatla tuttu, rahmatla tuttu. Selamun Aleyküm. Eyvallah. Ben hemmenizin yüzde şimdi yaxşı günler, şimdi o kızlarımız sizlerin rahatını görüp oturmak, hemmenize nasip etsin, Allah'ımızın rahatını görüp. İşini etip, hemmenizin yüzde yaxşı gün bulsun, kuanışı iyi oturuvergisi. Koy verin, tamaşa verin, doğulan gün verin. Yaxşı oturmak, hemmenize yüzde yaşamak nasip etsin Kur'an. Küfe şahısla, gelirleriniz için hemmenize rahmet, iyi oturuverin, tamaşa edin. Tebrikler tuttu. Laylalar burada mı mesut? Tamam mı böyle çaldı? Laylalar burada mı mesut? Lakirdek işteken mesut. Lakirdek işteken mesut. Kanserim birden. Kanserim herden.
işte Vaha vaha hey Allah'tan diledim düştün elimden